Chaqirinchi aka. Abdullah. Yo Abdullah. Abdullah. Abdulloh. 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 Hozir Abdullohda nechta so'z bor kelin? İşte. Ona? Yok. Ha. Buva. Amma. Ammalik. Amma, opa. Abdulloh. 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 Chaqirgan necha marta qarash? Ko'proq chaqirganda qaramayman. O do'stni eshitganda qaraydi. Qaranglar. Telefonni qo'ysak, siraz bu qaradim. Qaraydi. Siraz qaradim. Telefon masalan menga telefon qilsangiz, telefonda olib boradi. Mal beradi. Faqat ismiga kerakcha so'rov bo'lyapti. Abdullohning holati MMDS zarar degan diagnoz bor, ya'ni minimalniy mozgovая disfunksiya, задержка речевого развития. Bu degani o'zbekchasi bosh miya faoliyati nisbatan sustligi, nutqiy rivojlanish kechikishi bilan, yoshiga nisbatan nutqiy rivojlanish kechikishi bilan bo'ladi. Sabablari homiladorlikka aloqasi bor kelgan. Sizda bo'lib o'tgan holatga tug'ruqqa aloqasi bor. Undan keyingi holatdagi ijtimoiy muhitga aloqasi bor. Ya'ni oilada qanchalik suhbat ko'p bo'lsa, bola bilan ishlash ko'p bo'lsa, shuncha plyusda holat. Qanchalik suhbat kam, telefon ko'p, gadjetlar ko'p bo'lsa, nutq chiqish holati kechikib ketib qoladi. Endi Abdullohingizda faqat zarar deyotgan sababi tushunish bor, tushuntirish bor. Mana hozir kurtkasini olib kelib o'ziga kiydir deyapti. Bu narsalar borligi uchun fikrlash tarafi yaxshi. Yoshiga mos holatga ketyapti. Faqat nutqiy boyligimiz, nutqiy so'z boyligimiz yoshiga nisbatan sustroq ketib qolyapti ekan. 2-6 oylikda o'rtacha bolacha 50 ta atrofida so'z bilishi kerak. 50 ta, 100 ta o'rtasida. So'z birikmagan bemalol tuz olish kerak-da. 2 ta, 3 ta oddiy so'zlardan so'z birikmay tuz olish kerak. Non yeyman, choy ichaman, u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman degan narsa. Ya'ni ismiga reaksiya qilmayotgan tarafi mana shu narsagacha e'tiborni kuchaytirib qo'yamiz. Ismiga reaksiya qilmaslikni bir nechta kasalliklarda bor, masalan, rasta bor, autizmda bor. Lekin diqqat yetishmovchiligi degan narsada ham bo'ladi-da bu narsa. Bolachalarda fikr tarqoqligi, diqqat tarqoqligi degan holat bo'ladi. Natijada o'zini ismiga reaksiya qilmaslik yoki chaqirganda bittada qarab olmaslik degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin o'zini yoqtirgan narsasini telefonni qo'yib bersangiz, multfilmini qo'yib bersangiz yoki map shokolad beraman desangiz, qarasa, birdan qarashib berayotgan bo'lsa, tonni ko'tarmasangiz ham u yaxshi. Agar past tonda gapirayotganimizda ham qarashda muammo bo'lsa, chaqirganda qarashda muammo bo'lsa, uni audiometr qilib qo'yish kerak. Ya'ni eshitish darajasini tekshirib qo'yishimiz. Chaqirinchi aka. Abdullah. Yo Abdullah. Abdullah. Birinchi qiladigan ishimiz audiometr qilib qo'yamiz ekan. Ya'ni eshitish darajasini tekshirib qo'yamiz. Agar eshitish darajasida muammo bo'lsa, to'g'risi nervga lecheniya qilganimiz bilan uncha effekt ola olmaymiz. Qo'shimcha surdolog bilan birgalikda lecheniya olib ketishimiz kerak-da. Shuning uchun audiometriya qildiramiz, nervga lecheniyasini yozib yuboramiz, boshlayveramizda, audiometrning xulosasini Telegramda tashlab yuboramiz.